Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yetimlarga marhamat ko'rsatish, ularga imkon doirasida yaxshiliklar qilishlikni fazilati to'g'risida va buni darajati naqadar ulug' ekanligini muborak bir hadislarida chiroyli bayon qilib berganlar. Sahl ibn Sa'd radhiyallohu anhu da rivoyat qilingan hadisda ana va kafilul yatimi fil jannati hakada va ashara bis sababati wal wusta va farraja baynahuma. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, men va yetimni kafillikka olgan kishi jannatda mana shundoq bo'lamiz deya ikki barmoqlarini orasini ochib yopdi. Ya'ni Rasulullohga qiyomatda eng yaqin bo'ladigan kishi kim ekan? Bu kafilul yatim. Yetimni kafilligiga olgan, yetimni ta'minotini o'zini zimmasiga olgan kishi jannatda payg'ambar alayhisalomga eng yaqin kishi hisoblanar ekan. Bu saodat, sharaf bu. Yana bir hadis shariflarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qilib aytadilarki, xayru baytin fil muslimina baytun fihi yatimun yuhsanu ilayh dedilar. Qarang, musulmonlarning uylarini ichida eng yaxshi uy unda yetimga yaxshilik qilinadigan uydir dedilar. Qarang, demak bir yetimni olib unga yaxshilik qilib uni parvarishlashlik musulmon jamiyatining ichidagi eng yaxshi uy bo'lishiga sabab bo'lar ekan. Va sharru baytin fil muslimina baytun fihi yatimun yusa'u ilayhi. Endi musulmon xonadonlarning ichida Allohning nazdidagi eng yomon uy dedilar. Unda yetim bo'lib, unda yetimga yomonlik qilinadigan xonadon dedilar. Alloh saqlasin. Yuqorida aytganimizdek, kimnidir akasi yo ukasi yo opasi yo singlisi yaqini vafot etib qoladi, ana shuni yetimlari bunga qoladi. Shunda o'ta ehtiyot bo'lishimiz kerak ekan. Qarang, Alloh saqlasin. Agar ularga yaxshilik qiladigan bo'lsak, bizning xonadonimiz Allohning nazdida eng yaxshi xonadon. Agar yomonlik qiladigan bo'lsak, Alloh saqlasin, unda bizning xonadonimiz eng yomon xonadon bo'lib qolar ekan azizlar. Shuning uchun yetimlarga yaxshilik qilish kerak.